Hammaga salom. Bu videoda Power BI'da yangi ustun bilan meraning farqini o'rganib olamiz. Hammamiz bilamizki, Power BI'da o'zini funksiyalari bor. Bu DAX deb nomlanadi. Masalan, keling hozir tablichni vidga o'tganimizda bu sotuvlar tablitsasi mana o'ng tomonda ko'rib turibsiz. Har xil, demak, ustunlar bor, sonli ustunlar bor. Bu sotuvlar. Aytaylik, bizga umumiy sotuv kerak. Umumiy sotuv hisoblash uchun biz yangi ustun yaratganmiz. DAX orqali nechta dona sotganligini, ya'ni shu donani olib turib, quantity, ya'ni qayerda edi? Mana bu ustunni olib turib, nimaga ko'paytirganmiz? Narxiga ko'paytirganmiz. Endi esa umumiy sonni, umumiy sotuvni ko'rmoqchimiz. Buni ko'rsatish uchun biz dashbordda xohlagan grafikimizni tanlab olib, masalan aytaylik, oddiy kartochkani tanlab, tablitsamizni ochamiz va boyagi ustunni галочка bossak, mana bizada demak umumiy sotuvimiz kelib chiqdi. Xohlasak buni biz boshqa grafikda, masalan krugovой diagramma deydi. Endi buni aytaylik status bo'yicha yoki do'konlar bo'yicha ham ko'rishimiz mumkin. Endi hozircha bu kerak emas. Hammasi umumiy sotuv ko'rinib turibdi. Endi aytaylik, bizga bu sotuv 4 milliardga soliq qo'yilmagan. Aytaylik 12% NDS qo'yilmagan. Uni qo'yish uchun nima qilish kerak? Odatda siz sonli ustunni grafiklarga qo'ysangiz, ya'ni shu o'ziga qo'ysangiz, Power BI avtomatik tarzda sizning o'rningizga, masalan, mana sonli ustunni olganimizda, o'ng knopkani bossam, summa funksiyasi yaratiladi avtomatik tarzda. Lekin u boshqa ko'p qo'shimcha narsa qo'sha olmaydi. Aytaylik, boyagi NDSni soliqni qo'shish. Endi biz nima qilamiz? Mera yaratamiz. Mana shu joyda bizda mera, ya'ni shu summa funksiyasi nazarda tutilyapti. Buning uchun shu kerakli tablitsamizda o'ng knopkani bossak, создать меру yoki modelирование o'tganimizda mana bu joyda ham yaratsak bo'ladi. Yoki tablichni vidni o'zida ham, demak, создать meruni ham yaratsak bo'ladi. Lekin bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Keling, masalan, создать столбец qilaman. Odatda qana nima bo'lar ekan? Agar funksiya sum funksiyasini xuddi Excelga o'xshab summa funksiyasini olib turib, total profit qovus yopaman va ko'paytiraman 1,12 tochka orqali ko'paytirilishi kerak. Enterni belgilaymiz va ko'rganingizdek, umumiy sonda har bitta yechekaga takrorlanib ketyapti. Nechta bizda 2 million qator bo'lsa, o'sha 2 millionga qatorga pastga ketgan. Bu aslida bu narsa kerak emas edi. Shuning uchun bu joyda bu funksiyani yangi ustun emas, mera orqali yaratish kerak edi. Keling, buni hozircha o'chirib turamiz va o'ng tomonni bosib turib создать меру yaratamiz. Merani, demak, boya funksiyani kiritdim. Mana summa 1,12 ko'paytiramiz. Merani aytaylik NDS summa deb nomlab qo'yamiz. Enter. Va ko'rib tursangiz, bu yerda hech narsa paydo bo'lgani yo'q. Paydo bo'lmaydi ham, yaratilmaydi ham. Bu demak faqat grafiklarda ishlaydi. Mana o'ng tomonda bor va значог'i kalkulyatorga o'xshab turibdi. Bu degani, bu mera degani. Nimaga o'tamiz? Dashbordga bu, demak, o'chiramizdan total profit eski versiyasini qo'shamiz. Bu 4 milliard va yangisini NDS summani ham qo'shamiz, merani. Ko'rib turganingizdek, NDS merasini десятичное число qilaylik. Mana 1,12% NDSli qo'shilgan, taxminan to'g'ri emas bu yerda. Merani shuni farqi, birinchi farqi shunda. Siz uni xohlaganingizdek qo'shimcha, demak, ma'lumotlar yoki sonlar qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Qolgan meralarni biz keyingi videolarda yana ko'rib chiqamiz. E'tibor uchun rahmat.